Alinglar, barakasini berginlar. Alinglarchi. Voy jonim, sog'lig'inglar. Sizlarga yengil uyda tomosha bo'ladi o'rtoqlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlari. Dakan ishqibozlar, parvoz aka-ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Voy joning sog' bo'ling. Hammaga yaxshi kelyaptilar. Hammaga yaxshi kelyapti. Xolos videolarni boshladik. Joning sog' bo'ling. Qara kelinglarchi, qara. Bak. Ol. Olinglar. Voy joning sog' bo'linglar. Voy o'zingdan ko'payib. Million bo'lib ketganlar. Katta kichik jo'jalar bugun hovurida bir mazza qaylarasiz. Sizlarga ham yengil tomosha bo'ladi. Ko'rib yaxshi like bosib qo'yasizlar. Piyoz berib turish kerak bularga. Piyoz har xil kelayotgan havodan kelayotgan viruslar o'ldirib turadi-da. O'rtoqlar, olinglar. Shunchasini boqib olish ham o'zim bo'lmayapti. Bu yoqqa berib kelgan, bu yoqqa berib kelgan jo'jalarimiz ham boqdi xolasa. Kuzda katta bo'lsa, afzal qilamizda. Qishi bilan sizlarga tomosha qo'yib turamiz. Ishqibozlarga sotilaveradi, juda ham kampar. Abjir zoti yaxshi ota-onalarni ko'rgansizlarmi? Telegram kanallarida bor bekarchilari. YouTube kanallarimizda juda ham ko'p videolar bor. Kichiklari 15-mayda chiqqan. Chotka qilib boqilyapti. Bular kichkina ko'ringan bilan vesi bor, vesi. Oyoqlari ham juda ham polvon. 5 kilodan kam bo'lmaydi, chiroyli boqsangiz. Mana bu kunlarimiz. Bular aprelskiy kunlarimiz. Endi kim bizniki bundan ham kattayib ketdi deyish mumkin. Biz sekin yozgi holatda boqyapmiz. Qo'ldan kelgancha. Katta bo'lib ketadi hali bu xo'rozlarni qarang. Hammasi xo'roz jo'jalar. Joning sog' bo'linglar. Bu qora oyoq sotilgan. Toshkentga o'zim sotganman. Bekorchisini qo'yganman. Ishqiboz talamashib ketgan. Qora oyoqni bolalardan ham ikkita chiqdi. Ikkita mushlar chiqdi-da, ishqilib. Balchi oyoq deydimi? Bitta bola chusli bola kelib olib ketib 5 ta yutdi mendan. Joning sog' bo'linglar. Kunlar ham zo'r o'zgaryapti. Ko'pchilik yaxshi ko'rgan kun mana yirik, o'ta zo'r. Bunisi ham kun, bunisi bardovoy kun, bunisi zalatska bo'ladi boqamiz. Mana bu endi mana bu bo'lakcha bu. Bu 5-may bu. 15-maydagilardan 10 kunlik kattaroq o'zimga qora deganda zotga yuradigan jo'ja bu. Bu jo'janing otasi Qo'qonga ketgan. Kepayani ham qirib yuborishdi bular. Tomirdan cho'qib yiqitib olib turib, donini yeb. Men ozgina qoldim akapayga. Mayli endi shular uchun ekilganda endi. Mana bu ham o'ta go'zal chiqadi. Xudo xolisi yaxshi katta bo'lishyapti. Barlar hali kelmaydi, bular endi yosh. Barlari kelib, bular yaltillab, xo'roz bo'lgandan keyin yana ham juda ham chiroyli bo'ladi, xudo xolisi. Yaxshi xo'rozlar o'rtoqlar. Sal-salqin tushsa, bo'sh berib tuxumlarni berib sal boquvni kuchaytirish kerak bo'lardi. Hozir kunduz issiqda quruq don bilan yurgani yaxshi deb ko'pchilik tavsiya beryapti. Kunduz issiqda tuxum bersa oyog'i ishlamay qoladi deyishyapti. To'g'ri bu fikr. Shuning uchun piyoz, chesnok, karam, oddiy don, vitaminlardan yeb yurgani yaxshi hozir.
yaxshi. Nimaga yaxshi qo'ygan?